Assalomu alaykum aziz kanal obunachilarim. Mana yana bitta ishimizni bitirib oldik. Bu yerda hamma xonalar oqmatik bo'lgan. Bu yerlarga trek aylantirganmiz. Keyin G53 chiroqlarini o'rnatib berganmiz. 3 tali qilib. Keyin bu oq narsalar kolonkalar o'rnatib berganmiz. Keyin ajoyib lustra taqib berdik. Keyin bu yerga televizor postavkasi uchun turba tashlab ketdik. Televizor bo'ladi bu yerda. Treklarni ham arkali treklarni o'rnatib yangi chiqqan ekan. Dolchiyni birinchi marta o'rnatdik. Chekalari paryashi bo'ldi. Sveti yo'q lekin svetsiz. Tenovoy zazorni kattarog'ini deyishdi. Shunga kattaroq qilib berdik. Bu основной рабочий zona bu yerda ikkita. Bu yerdan bitta lustrasi bor edi. Hozir mana shu yerda turibdi. Ana. Shu yerda turibdi. Bu chirog'i sariq yonar ekan. Uni almashtiramiz. Bu yerga mana shu rабочий zonaga mana shunaqa lustra o'rnatib berdik. Bu ham ajoyib holatda chiqdi. O'rtalarida treklari bor hali yana, chiroqlari bor. Bu gullarga ham chiroq zakaz qilib qo'yganmiz. Keladi, xudo xolasa yana bitta video qilamiz. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa ajoyib holatda chiqdi. Bu yerda toshlar o'rnatilgan, pasvetkali, hozir chang tushmasin deb yopib qo'yishgan. Polni yana bitta xudo xolasa obzor qilamiz. Bu koridorimizga o'rtada bitta trek, chekkalari tenovoy zazor bo'ldi. Bu sanuzelda bitishganmiz, sekretli bo'lgan. Ikkita G53 kolonka va faqat mana shu yerga paryashi svet o'rnatib berdik. Mana shu qismiga shu holatda bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Yaqin kunlarda kutinglar, yana bitta obyektimiz bor, u ham bitgan. Bitadi. Xudo xolasa uni ham bitta video obzor qilib tashlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Layklarni bosish esdan chiqmasin.